Ana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu bizning Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Galosiyo shahar. Mana shunday Buxoro tumanimizda mana shunday oppoq paxtalar. Ana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shunday paxtalarimizga kilogrammiga 2000 so'mdan pul berib, mana hozir ana Buxoro viloyat hokimimiz, tuman hokimimiz, barcha soha mutaxassisliklari mana shunday paxta dalalarida bo'lib, yordamchilarga mana shunday oziq-ovqat, issiq ovqatlarini hamma sharoitlarini yaratib berib, mana shunday oppoq paxtalarni terib olib davlatimizga berib, mana shunday Buxoro ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni, Abu Ali ibn Sinolar yurti. Mana shunday hozirgi kunda barcha mamlakatlardan bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga mehmonlar kelishibdi. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bizning serquyosh hur o'lka O'zbekistonimizda mana shunday paxtalarimiz serhosil. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik.